Qo'chqorning egasi o'zingiz bizga mana Samsung dedingiz, buni o'ta liniyasi borib Qirg'izistonga taqaladi, to'g'rimi? Qo'chqorimizga baho berishingiz mumkin. Necha tish qo'chqorimiz? Qo'chqorimiz 2 tishga o'tdi. 2 tish qo'chqor 16 oylikmi shunaqa, 17 oylik atrofida. 2 tishdan o'tibdi, demak 1,5 yoshga yaqin. Ko'rishingiz mumkin, hakam a'zolari yag'ri mana bo'y balandligini, dumbalarini, orqa oyoq amortizatsiyasi, ko'krak kengligini bu yoqqa qaratavering, bizga bunday qaratinglar. Keling, aylantirib keling mana. Ha, ishonch hosil qilish uchun tishini ham ko'rsating. 2 tishdan endi o'tayotganini ko'rishsin. Ko'krak kengligini qarang. Bu asosan endi bular go'sht yo'nalishiga. Mana aytganlaridek 2 tishdan endi o'tyapti. Hali yoshiga nisbatan bo'y balandlik ko'rsatkichlari yaxshi. Mana ko'krak qafasi, bel mana urib qo'ying, belchasiga urib qo'ying, mana kengligini ko'rsin. Lekin tuxum qo'ysa turadigan bellam bo'lgan. Dumbalarini ko'rishingiz mumkin. Bu juda yosh. Buni dumbasi hali ochiladigan darajagacha keladi. Aylantiring. To'shlarini ko'rishingiz mumkin. Aylantiring, ko'rsin.